bankimizning kredit mahsulotlari, masalan bizning birinchi mahsulotimiz biznesga birinchi qadam bo'lib, bu 30 milliondan 27% ga kafillik evaziga 2 yil muddatga ajratiladi. Ikkinchisi hamroh dasturi bo'lib, bu 100 million so'mdan kredit ajratiladi. Sug'urta kafilligi asosida 100 million so'mdan garov evaziga 20% deb sertifikat evazi bilan beriladi. Bunda Xalq bankida o'z hisob raqamingiz bo'lishi shart. Uchinchisi moliyaviy ommabop dasturimiz bu imtiyozli kredit bo'lib, fuqarolar kredit tarifiga yaxshi kredit tarifiga ega bo'lish kerak. Bu fuqarolarga 50 million so'mdan naqd pul shaklida ajratiladi. Buning foizi ayollar uchun 20%, erkaklar uchun 3 yilga 25% dan kafil evaziga ajratiladi.